Bugungi obzorimizda ikki etajli bavarskiy g'ishtdan urilgan 115 kvadratli uy ko'ramiz. Uyimizga kirishimizga shunaqa prixожий zona, bu joyga shunaqa veshilka va obuvnitsa qo'yib qo'yganmiz. Bu tomonimizda bo'lsa kotelnya, birinchi etajimiz butunlay issiqpol qilingan, ikkinchi etajimiz radiator. Hamma narsa shu joyda boshqariladi va keyingi xonamiz bu sanuzel. Birinchi etajdagi bu sanuzelimiz 2,6 kvadratli metr, kichkina bo'lishiga qaramasdan bu joyda bemalol mana dushovoy sig'di, installyatsiya va podvesnoy rakovina yuvgani juda ham qulay. Dальше ketamiz. Keyingi xonamiz bu kuxnya gostinniy, mehmonxonamiz bilan oshxona qo'shilgan. Bu xonamiz taxminan 35 kvadratli metr. Bu tomonimizda shu kuxonniy garnitur bo'ladi. Polniy plita, холодильник hamma yo'q zakaz qilib qo'yilgan. Endi kelish kerak. E'tibor beramiz, birinchi va ikkinchi etajimizda natejnoy potolok qilingan va mana bunaqa karniz qo'yilgan potolokning ichiga podsvetkasi bilan. Bu juda ham chiroyli effekt berar ekan. Mana pardalar ilganimizda chiroyli bo'lib turadi. Va gostinniy zonamizda mana bunaqa uchastkaga chiqish eshigi ham bor. Kelajakda bu joyga terrasa qilib qo'yamiz. Mazza qilib yozda shashlik pishirib dam olib o'tirsa bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqamiz endi. Ikkinchi etajimizda 3 ta xonamiz bor va bitta vanna xonamiz bor. Detskiy xonadan boshlaymiz. Bu kichikroq xona, taxminan 10,5 kvadratli metr. Bu joyimizda ham shunaqa shkaf uchun joy qoldirilgan, mehrob va dальше ketamiz. Keyingisi bu родительский spalna. Bu joyimizga ham e'tibor beramiz. Bu devordan bu devorgacha qilib karniz ilingan va karnizimiz sveti bilan, podsvetkasi bilan chiroyli bo'lib turadi. Bu joyimizga polniy u devordan bu devorgacha shkaf tushadi. Va uchinchi xonamiz taxminan 13 kvadratli metr. Va ikkinchi etajimizdagi katta vanna xonamiz taxminan 8 kvadratli metr. Mana bunaqa uglovoy katta vanna qo'yilgan, installyatsiya va 1 metrlik mana bunaqa rakovina, katta aynagimiz qo'yilgan. Va albatta ikkovi sanuzelda ham mana bunaqa polotенце сушитель bor. Ikkinchi etajimiz vannasida polniy issiqpol qilingan. Cho'milgandan keyin muzdoq polga oyog'imiz tegmaydi va qo'llarimiz kasal bo'lmaydi. Bu joyda kir mashinaga mana bunaqa vыводlar qoldirib ketganmiz, rozetka, hamma narsamiz bor.